Farida opa, tursiz-chi? Eshityapsizmi Farida opa? Iltimos uyg'oning. Voy Gulnora yordamga. Akbarjon, Akbar. Bu haqiqat. Shvetsariyaning bosh oshpazlari seni oldingda ipam esholmaydi. Agar siz bo'lganingizda biz hozir bunchalik qiynalmagan bo'lardik. Ochig'ini aytsam, qizim oying keyingi paytlarda umuman uxlamayotgan. Nimaga uxlamaydilar? Men bu yerda kuyovman. Tushundingmi? Kelinmasman xizmat qiladigan. Menga qarang, siz qanaqa zamonda yashayapsiz? O'zingizcha shoirona gaplaringiz bilan meni hayratda qoldirmoqchi bo'ldingizmi? Men ba'zi birovlarga o'xshab qiyin vaziyatda yarim yo'lda tashab ketadiganlardan emasman. O'zingni bos. Nimaga tilla topganday hayajonlanasan? Nima men senga qizlarni alda o'yin qilib yuradigan yigitga o'xshayman? Ishqilib, morgni tekshiramiz deyishmayaptimi? Ertaga ketib qolsa, o'g'limni ahvoli kundan kunga yomonlashadi. Hozir nima dedingiz? Qizim dedingizmi? Allo. Assalomu alaykum Shohrux aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Tanimadingiz shekilli. Bu men, Zumratman. Zumrat? Ha, qo'g'irchoq o'ynatardik-ku. O'sha qizman. Ha, Zumrat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, shukr. Bezovta qilmadimmi? Haligi siz bilan uchrashib gaplashvasak bo'ladimi? Qachon? Qayerda? Imkon bo'lsa hozir. Hozirmi? Ha, menga qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Meni noto'g'ri tushunmang. Bir masalada yordamingiz kerak edi. Tushundim. Unda sizga bitta manzil jo'nataman. O'sha yerga keling. Men doim borib turadigan restoran. Juda ham tinch joy. Bemalol gaplashib olamiz. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, mayli, ko'rishamiz. Xo'p. Ha, yo'l bo'lsin. Ko'chada ishim bor. Tinchlikmi? Nimaga so'rayapsan? Akbarning ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Juda jiddiy masala deganingizga qaraganda, kelinlikka nomzodlar ko'payib ketdimi deyman. Kim chaqirsa yugurib ketyapsiz. Ha. Umr yo'ldoshimni tezroq topay deyapman. Meni ham mehribon xotinim bo'lsin. Ovqatimni yedirsa, kiyimlarimni kiydirib qo'ysa. To'g'risi, Akbarga juda ham havasim kelyapti. Shu kecha kunduzda uylanib olishim kerak. Bo'lmasa bo'lmayapti. Voy xudoyim. Bu nima? Kim bu? Nimaga eshikni qufladingiz? Shirin qani? Ha, Shirin hozir keladi. Siz aldayapsiz. Bu qanaqa xona o'zi? Nimaga eshikni qufladingiz? Aytib qo'yay. Menga qo'lingizni uchini teksangiz, tug'ilganingizga pushamay yediraman. Kim bor? Jim. Ovozingni o'chir. Tushundingmi? Agar g'ing desang, bu yerdan o'liging chiqadi. Qanaqa ichkariga kiraman endi?
O'zi bekor qopdidim-da shu ishga. Nima zarur ekan shu ishdan ularga hayronman. Hozir o'zimdan o'zim uyga kirsam, bog'bon yo'limdan chiqib qolsa, ming'irlayverib quloq miyam yeydi-da. Hech kim yo'qqa o'xshaydi. Bir gap bo'lib qolar. Jinnimisan? Nimaga qo'rqib ketding? Aka qo'rqitib yordingiz-da. Kim kimni qo'rqitdi o'zi? Esingni yeganmisan? Nima qilib tentirab yuribsan? Men haligi Nima haligi? Kimni poylayapsan? hech kimmi? Bu nima deganingiz? Kimni poylashim mumkin? Yolg'on gapirma. Ana u doktor qiz Shirinni poylab yuribsanmi? Yashirishga urinmay qo'ya qol. Bilaman-ku seni kimligingni. Mana bu ko'zlaringdan ma'lum. Ha, o'sha qizni qidiryaptim. Sen bola. Gapni tushunmaydigan ko'rinasan-a? Aka, vohma qilmang. Shunchaki yoqib qoluvdi-da. Jamshid, hozirroq chiqib ket. Nima? Hozirroq ko'chaga chiq deyapman senga. Nima, senga bu yer karvonsaroymi? Qizdan orqasidan poylab yurasan? Chiq dedim senga. Xo'p, aka, asabiylashmang. Bo'ldi. Mana ketyapman. Tavba. O'g'riga o'xshaydi-ya. Nima qilmoqchisiz? Voy, nima siz hali qo'rqasiz amma? Qo'ysangizchi. Qo'rqadigan odam shuncha ogohlantirganimdan keyin ham to'g'ridan to'g'ri jahannamga yurib kelaveradimi? Aqlingizni yig'ing. Ahmoqlik qilmang. Bekorga qamalib ketasiz. Yosh umringiz xazon bo'ladi. Nima, sizningcha men bu narsalardan qo'rqaman, to'g'rimi? Agar shu narsalardan qo'rqqanimda, men bu yerda ishlamagan bo'lardim. To'g'risini aytsam, o'liklarni ko'rikdan o'tkazish menga juda ham yoqadi. Bugun endi sizni ko'rikdan o'tkazamiz. Nimalar deyapsiz? Iltimos, menga tegmang. Eshikni oching, men bu yerdan ketaman. O'char ovozingni. Ha. Aytgancha, bu kimning murdasi bilasizmi? Bilmaysizmi? Bu kimning murdasi ekanligini bilasizmi? Yo'q. Bu sizniki. Hozir siz ham shu xonada bir xil ahvoldasizlar. Sizni o'ldirib, go'shingizni nimdan qilaman deganimda ham ishonmadingiz, to'g'rimi? Mana endi bugun bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Yo'q, qo'rqmang, bunga ko'p vaqt ketmaydi. Oyoq qo'llaringizni chopib, korobkaga solaman va kerakli joyga jo'nataman. Masala hal. Shu bilan sizdan qutulaman. Yo'q. Unday qilmang. Iltimos, meni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Endi bu yerga hech qachon qaytib kelmayman. Iltimos, kechiring. Bo'ldi endi, nima uchun asabiylashasan? Qanday qilib asabiylashmayman? U qiz asabimni tamom qildi. Unga shuncha gapni gapirgandim-ey. Bugun yana ertalabdan uyga ketib borganini qara. Endi zarur ishi bordir. Sana vahima qilaverma. Qanaqa zarur ishi bo'lishi mumkin-a? O'sha nogironga qarashmi? O'sha odam nogiron bo'lsa ham ancha buncha sog'lom kuyovlardan tuzuk. Noshukrlik qilma. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Dang'illama uyi. Shuncha shart-sharoiti bor. Manaman degan yigitlar ham bunaqa sharoit qilib bera olmaydi unga. Bas qiling. Nimalar deb aljirayapsiz? Sizga pul bo'lsa bo'ldi-ya, qolgani bilan ishingiz yo'q.
javunchalik emas, oshirib yuborman bunaqa. Unda nima deyapsiz? Ha, bo'pti. Agar men kar yoki soqov bo'lganimda, o'sha nogironga o'xshab og'zim qiyshayib deb gapirib yurganimda, dadamni pullarini deb menga uylanarmidingiz? Xotinjon, seni u ikkita qo'ling, ikkita oyog'ing yo'q bo'lsa ham yuragidan sevaman, seni uylanardim. Sizchi men emas, pullarimni sevasiz. Nima? Seni esing joyidami? Nimalar deyapsan o'zi? Hozir bu gaping bilan nima demoqchisan o'zi? Siz ham boshlamang endi. Aytdim qo'ydim-da. O'zi Samirani o'ylab asabim buzilyapti. Hali oyim eshitsalar rosa xafa bo'ladilar. Nimani eshitsam? Feruza? Mumkinmi, Ikrom Valiyevich? Kiraver. Sizga qahva damlagandim. Rahmat. Baraka top qizim. Haliki o'g'lingiz yaxshilarmi? Ancha tuzalib qoldilarmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Yomon emas. Xudoga shukr. O'zi Shirinning qo'li yengil. Menimcha o'g'lingiz hali butunlay sog'ayib ketadi. Ha, iloyim aytganing kelsin qizim. Mayli, yaxshi ishlang. Alo, Labiya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Shirin? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, tuzumsiz? Akbar yaxshilarmi? Ha, rahmat. Kechagidan ancha yaxshi. Menga qara, o'zing qayerdasan? Men ishga kelayotgandim. Ishga? Shifoxonagami? Ha, shifoxonaga. Sen yaxshisi shifoxonaga emas, uyga boraqa. Nega, tinchlikmi? Kecha Akbar doktorlari 1-2 kun dam olsin deganlariga men bugun shifoxonaga ishga chiqib tursammi degandim. Yo'q, sen yaxshisi uyga boraqa. Ha. Hozircha mashqlarni qildirma. Faqat yonida bo'lib tursang bo'ldi. Endi men bugun ishga chiqishga majbur bo'ldim. Ancha ishli yig'ilib qolgan ekan. O'zingda hech qanaqa muammo yo'qmi? Yo'q. Unda men hozir to'g'ri uyga boraman. Xo'p, rahmat qizim. Arzimaydi, yaxshi ishlang. Xo'p. Amaki, manzilni o'zgartirsam bo'ladimi? Ha, mayli. Rahmat. Nega jimsan? Gapir. Oyi, turdingizmi? O'zi ham yarim tushgacha uxladingiz-ey. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Keling, o'tiring. Nima haqida gaplashayotgandinglar? Shu o'zimiz kuyovingiz bilan. Gapir, gapni burma. Yo'q, nega gapni buraman, oyi? Kuyov, nima muammo? Yo'q, muammo yo'q. Ha, oyi, bilasiz-ku, har doimgidek kuyovingiz bilan tortishib turgandik. Ering bilan kamroq tortish. Onajonim, baraka toping. O'zim onajonginam, jannatim. Siz meni xohishorimsiz. Samira qani? Ha, haligi ko'chaga chiqib ketgandi. Ko'chaga? Nega ko'chaga chiqadi? Dugonasida ishi bor ekan, uchrashib kelaman dedi. Uyiga ketdimi? Yo'q, dugonasinikiga ketdi deyapman-ku. Qanaqa dugona? Hozir kim bilandir uchrashib valaqlashadigan ahvolda emas. Keyin mendan so'ramasdan hech qayerga chiqmaydi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz, oyijon. Samira uyga ketdi. Dadasi. Oshirib bormay? Menga nima deysan endi? Buni qanday yashirasan? Babram bilardi hozir. Uni asabiga tegmasdan buni chiroyli qilib tushuntirish kerak edi. Oyi, haligi erini topib bo'lmayotgan ekan. Shunga qo'ng'iroq qilib chaqirib olishdi. Xafa bo'lmang. Oyi, xafa bo'lmang. Qo'yay. Siz nima qilganingiz? Men seni qutqardimmi, jonim? Kalingiz joyidami? Ha, baribir ham Samirani topib bera olmaslik-ku.
O'zim uni uyiga borib olib kelmoqchi edim. Jinimisan? Janjal chiqadi-ku. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Choy damlab beraymi? Yo'q. O'zingiz tuzukmisiz, kelin? Yaxshi. Qani o'tiringchi. Oyiz yaxshi ekanlarmi? Yaxshi, rahmat. Sizga salom etib yubordilar. Qanday salom? Hoynahoy bizni qarg'ab o'tirgandirlar. Yo'q, oyijon. Nimaga unaqa deysiz? Ko'nglim sezdi-da. Bekorga Akbarjon o'zidan o'zi kasal bo'lib qolgani yo'q. Oyijon, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Manoyim umuman unaqa yolmaslar. Qanaqa ayol ekan sizni oyingiz? Oyim birovga yomonlik tilamaydilar. Unaqa odatlari yo'q. Qo'ying. Qo'ying kelin. Oyingizni qanaqaligini ham, qo'lidan nima ish kelishini ham ko'rdik. Nima? Nima? Nimaga hayron bo'lasiz? Mana yaqinda uyimga kelib janjal ko'targan sizni oyijoningizmidilar? Baqir-chaqir qilib hamma yoqni boshiga ko'tardilar-yu. Oyim, shunchaki meni o'ylab. Siz o'ylaydigan odamchi qudasini uyiga kelib janjal qilmasdi. Shu uyda qizim yashaydi. Qaynini qaynatasini ko'ziga yomon ko'rsatib qo'ymay, dushman qilib qo'ymay deb o'ylagan bo'lardi. Oyjon, iltimos qo'ying shu gaplarni. Men oyim haqidagi bunaqa gaplarni ko'tara olmayman. To'g'ri. Sizga ham gapiramanmi? Baribir ham tushunmaysiz-ku, to'g'rimi? Ozgina vijdoningiz bo'lganida, kecha shu holida meni o'g'limni tashab ketmagan bo'lardingiz. Oyi. Oyi. Samira nonushta tayyorlab ketgan ekan. Kiring, yeb oling. Eshityapsizmi, oyi? Baribir xafa bo'ldingiz. Qo'ysiz-chi endi. Uni o'ylab ko'p ham siqilavermang. Yaqinda o'zim borib ko'chkorona bilan yig'ishtirib olib kelaman. Eshityapsizmi? Oyi, yig'lamang. Unaqa qilmasangiz-chi endi. Samirani ketganiga shunchami? Bechora qizim. Taqdirga tan berib indamay ketdimi? Yana o'sha g'urbatxonaga borib o'zini urdi-ya qizim. Bechora ota-ona uyida bir kungina ham dam ola olmadi. Unaqa demang, oyi. Hozir tobingiz qochib qoladi. Ha, mana keldi, dam oldi. Maza qilib gaplashib o'tirdik. Ja, unaqa noshukurlik bo'lmaydi, oyi. Ja, u yog'im g'urbatxona emasdir. Agar shunchalik g'urbatxona bo'lganda singlim ketmasdi. Hech bo'lmasa menga dardini aytardi, oyi. Singling dardini aytmaydi, qizim. Aytadiganini aytib bo'ldi. Biz uni qaytarib olib kela olmadik. Qo'limizdan hech narsa kelmadi. Endi hammasini ichiga yutib, taqdirni qo'liga o'zini topshirdi bechora qizim. Unaqa emas, oyi. Mana men sizga va'da beraman. Unaqa bo'lmaydi. Bechora qizim. Endi bir umr o'sha Nodironi so'lagini artib, umri o'tadigan bo'ldi. Aytyapman-ku, o'zim olib kelaman. Tez orada hammasini hal qilaman, oyijon. Va'da beraman, menga ishoning. Oyjon, men axir dadajon aytganlari uchun ketdim. Qo'ysiz-chi. O'zingiz ketolmay o'tiruvdingiz-ku. Dadangiz gaplarini bahona qilmang. Unaqa emas, oyijon. Siz aytganingizdan keyin men xato qilganimni tushungandim. Bo'lmagan gap.
Xato qilganini tushungan odam dadajonisi ket desa ham ketmasdi. Ey, Iris o'lim to'shagida yotibdi-ku. Siz biroz qulog'im tinchsin, dam olib kelay deb uyingizga ketdingiz-ku. Shu narsa aqlga sig'adimi? Oyjon, men ularga yaxshi bo'lsin deganim. Axir xotini ko'rinmay tursin deb doktorni o'zi aytibdi-yu. Ey. Bu ham siz ishingizmidi? Nimani aytyapsiz? O'sha doktorga ham shunaqa qiling, men uyimga borib kelay deb aytgandirsiz, a? Oyjon, men u doktor bilan gaplashishga ulgurganim yo'q. Unda uydagilaringiz qilgan. Adashmasam, u doktor oyijoningizni dugonasi shekilli. Gap bu yoqda ekanda. Oyjon, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Bo'ldi qiling. Gapirganingiz sari jahlim chiqib ketyapti. Uzr. Lekin siz oyimni bilmaskansiz, Oyjon. Ular haqida juda noto'g'ri fikrga boryapsiz. Bo'ldi dedim. Boring, undan ko'ra choy damlang. Xo'p bo'ladi, Oyjon. Farida opa, issiqqina choy damlab beraymi? Yo'q. O'zi damlaydi. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana menyu. Yo'q, sherigimni kutyapman. Sherigim kelsin. Tushunarli. Xo'p. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, kuttirib qo'ydim. Uzr, sizni ham bezovta qildimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Tinchlik, sizdan bir iltimosim bor edi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Nima buyurasizlar? Mana menyu. Bu narsa buyuramizmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Bizga sharbat berib qoling. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Uzr, nima deyotgandingiz? Haligi nima desam ekan? Menga ish kerak. Ish? Agar sizda ish bo'lsa, ishlasam degandim. Qanaqa ishligini umuman farqi yo'q. Hamma ish qo'limdan keladi. To'g'ri, teatrdan boshqa joyda ishlamaganman, lekin tez o'rganaman. Xo'p, mayli. Menda ish bor deb sizga kim aytdi? Kompaniyangiz bor-ku, o'sha yerda ish bo'lsa. Menimcha adashdingiz. Meni hech qanaqa kompaniyam yo'q. Ha, uzr. Komil shunaqa deganiga shunaqa deb o'ylabman. To'g'risi, menga pul kerak. Tinchlikmi? Nimadir muammo bo'ldimi? Dadam kasal. Alo. Doston, Labbay oyijon, eshitaman. qayerga yo'qolib qolding? Ishdaman, nima bunaqa deyapsiz? Boya qo'ng'iroq qilaman deb telefonni o'chirib qo'yding. O'shandan beri ichim qizib o'ylanib o'tiribman. Ha, hamma gapni aytib bo'ldim-ku. Yana nimani aytishim kerak? Ha, aytmading-da hammasini. Ikrom qizingizni kelin qilmoqchi deding, bo'ldi. Shu bilan ichim qizib o'tiribman, hech narsa demading. Bor gap shu edi-da. Sizga yana nimani aytay? Yo, sen singlingni unga beramiz deding, yaxshi reja bor deding. Ha, oyi, nima? Bermaymizmi? Buni hali o'tirib o'ylab ko'rishimiz kerak, o'g'lim. Oyijon, nimasini o'ylaysiz? Shunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Qanaqa imkoniyat? Nimani reja qilyapsan o'zi? Mundoq bir odamga o'xshab gapir, bolam. Oyi, hozir shu narsalarni telefonda gaplashadigan vaqtmi? Hozir qayerdasiz? Men ko'chada yuribman. O'rtog'im bilan uchrashishim kerak edi. Siz bemalol ishingizni bitiravering. Uyga qaytganimdan keyin bafurja o'tirib gaplashamiz, xo'pmi?
Sen ham kelasanmi? Ha, albatta boraman. Siz bo'shadim deb telefon qilsangiz bo'ldi. Xo'p. Unda sen ham ishlaringni bitirib tayyor tur, xo'pmi? Xo'p, oyi. Men ham tezroq qaytishga harakat qilaman. Bundan buyog'iga puxtaroq reja tuzmasak bo'lmaydi. Xo'p, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Biroz qiyin bo'lyapti bir o'zimga. Muolajalar qimmat ekan. Mana buni olib qo'ying. Voy, bu nima qilganingiz? Singlim, pulni oling. Dadangizni davolanishlariga ishlatasiz. Xudo xohlasa ishni ham hal qilamiz. Yo, siz noto'g'ri tushundingiz. Men pul so'ramadim. Meni noto'g'ri tushunyapsiz. Bu pulni chin yurakdan beryapman. Yo'q, men bu pulni ola olmayman. Uzr. Iltimos, qaysarlik qilmang, dadangizni o'ylang, may. Yo'q, bu pulni baribir ola olmayman. Xo'p, bundoq qilamiz. Bu pulni qarz deb hisoblaymiz, xo'pmi? Keyin pulingiz bo'lganda qaytarasiz. Kelishdikmi? Rahmat. Albatta qaytaraman. O'zi dadangiz nima kasalli? Buyraklari. Bir marta operatsiya qildirdik, foydasi bo'lmadi. Qisqasi, doktorlarning aytishi bo'yicha dadamni bir buyraklari qurib qolgan. Ikkinchisi ham 50% ishlayapti. Davolasa bo'lar ekanmi? Yoki buyrak almashtirish uchun donor kerak ekanmi? Bizni donorga kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun davolatishning imkoni bormi deb so'rasam, bor. Lekin bu doimo foyda bermas ekan. Doktorlar kafolat bermaymiz deyishdi. Dadam davolanishni ham istamayaptilar. Qarzga botib dori olma. Men baribir o'laman deydilar. Uzr. Sizni ham boshingizni og'ritib yubordim. Farida opaga choy berdingizmi? Ha, berdim. Qo'yavering, o'zim qilaman. Yo'q, biroz chalg'imasam bo'y mani. Bo'y, sizni yutvoradigandek demoqchimisiz? Bo'y qancha odamlarni boshiga yetmagan. Haligi Akbarjonga ham qarasham osonmasda. Lekin sizga qoyil qoldim. Nimaga? Juda vijdonli, farishtali qiz ekansiz. Siz o'rningizda boshqa bo'lganda, Akbarjonni bu ahvolini ko'rib, bir sekund ham chidamasdi. Men ham balki majbur bo'lmaganimda chiday olmasmidim. Yo'q. Baribir bu ahvoldagi yigitga turmushga chiqish uchun kamchiligi bo'lishi kerak. Yoki biror bir aybi, yoki yoshi o'tirib qolgan qiz bo'lish kerakmi? Balki nochor oiladan bo'lsami? Pulga muhtojligi tufaylimi? Lekin sizchi? Sizda hamma narsa bor-ku. Hali yoshsiz, go'zalsiz. Ha, pulga kelsak, dadangizni obro'yi Ikrom akanikidan kam emas. O'ziga to'q, boy oilani qizisiz. Ochig'ini aytsam-chi, Farida opaga ham ba'zida tushunmay qolaman. Sizni juda ham qiynab yuboryapti, ha? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Tavba. To'g'risida, voy shunday qiz nogiron o'g'ilga ko'nib, qarab yuribdi. Uni noshukrlik qilishini-chi? Tavba. Opa, unaqa gaplarni gapiravermang. Rostdan ham farishtani o'zginasi-ya bu qiz.
Buncha zerkarli bo'lmasa bo'y. Bu yerda o'tirgandan ko'ra taksi qilsammikin? Ye? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz singlim? Assalomu alaykum, rahmat. Men ismim Jamshid, haydovchiman. Xo'p. Haligi aytmoqchi bo'lganim, agar biror yumushingiz bo'lsa, tortmay aytavering, xo'p? Men shu yerda bo'laman. Xo'p, rahmat. Shirinxon. Uzr, tag'in noto'g'ri tushunmang. Menga xo'jayin tayinlagandi-da. Agar Shirin biror joyga borib kelmoqchi bo'lsa, o'zing olib borib qo'ygin degandilar. Sizni qarang, men turib piyoda yuribsiz. Yo'q, piyoda emas, taksida keldim. Shirin, taksida yurib nima bor? Men turibman-ku. Men uyimdan kelyapman. Uydan? Uzr, men kirishim kerak. Qizligim gapirishchi boplaysan-da. Shirinxonga nima bor ekan? Undan ko'ra Shirinoy demaysanmi? O'zi nima deyiladi? Bu ismga nima qo'shib gapirsa ekan? Oymi, xommi? Nima qilding? Nima qilding hozir? Voy, hech narsa. Hozir nima ichding? Suv ichib olay. Dorimi? Ha, dori. Nimaga? Qanaqa dori? Nega vahima qilasiz, ey? Oddiy og'ir qoldiradigan dori. Nima dori? Ko'rsatchi qani. Bu nima qilganing? Senga bu dori mumkin emas-ku. Nega mumkin emas bo'ladi? Jinnimisiz? Voy, homilador ayolga bu mumkin emas. Oshirib yuboryapsiz. Hech narsa qilmaydi. Meniki hali kichkina-yu. Menga qara. Sen hali bolani oldirib tashlamading. Sendan so'rayapman. Nima, yana janjallashamizmi? Savolimga javob ber, shunda janjal bo'lmaydi hozir. Va'da berasizmi? Nima dersan? Feruza, odamni qo'rqitma. Bolamiz tushib qoldi. Esing joyidami sani? Qanaqasiga tushadi? Ba'bir aytganingni qilsan-da. Baqirmang. Bolani abort qilganim yo'q. O'zi shunday bo'lib qoldi. Nega bo'ladi? Qachon bo'ldi? 2 kun oldin. Yolg'on gapiryapsan hozir. O'zing o'ldirgansan. Ruxsat bermagandan keyin mana shu gaplarni o'ylab topgansan. Unaqa emas, qasam ichaman. Nega menga ishonmaysiz? Chunki sen yolg'onchisan. Voy, meni aldadingsan. Senda mehr degan narsani o'zi yo'q. Voy, ataylab oldirib tashlagansan-a? O'z shuni xohlab yurganding-a? Men sen gaplaringga ishonmayman. Atay qilganim yo'q. Boshlamang, iltimos. Dadammi uyda ham janjallashmaylik, iltimos. Shundoq ham o'zlari siqilib yuribdi. Menga baribir. Ularni menga bahona qilma. Hozir shoshmang. Shoshmay turing. Men sen bilan gaplashmayman hozir. Shoshmay turing, hozir. Allo. Nima qilding? Nima? Nega bankrot bo'lamiz? Esing joyidami seni? Bankka bordingmi o'zi? Tekshirdingmi hammasini? Menga qara. Aqlingni bir joyga qo'ygin-da, boshqatdan yana bir boshqatdan tekshirishga harakat qilib ko'r. Men hozir yetib boraman, xo'pmi? Nima bo'ldi? Ishxonada muammo chiqibdi. Men ketmasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shirinxon, siz bu yerda nima qilyapsiz? Ishga keldim. Darrov kelib oldingizmi? Ha, sizni 1-2 kun dam oladi deyishgandi. Ikrom aka qo'ng'iroq qilib chaqirdilar, bo'ldimi? Maylimi ichkariga kirsam?
allaqachon kirib bo'psiz-u. Menga qarang, siz kimligingizni unutib qo'yapsiz shekilli, a? Akbar qayerdalar? Voy, xonasida? Keling Akbar aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Akbar, yaxshimisiz? Yaxshi. Nega meni ko'rib qovoqingiz sovoldingiz? Nima, meni sog'inmadingizmi? Voy, Axir men sizni do'stingizman. Sizni davolaydigan farishta do'stingiz. Yo'q, kerak emas. Og'riydi. Xavotir olmang. Bugun mashq qilmaymiz. Bugun sizga kitob o'qib beraman, bo'ladimi? Mayli. Unda hovliga chiqamiz, ketdik. Siz bemalol dam olavering, o'zim qarayman. Rahmat. voy tavba. Jinnimi bu qiz? Dog'dir nimalar uradi? Siz juda qo'pol ekansiz, opa. Nima? Men nima dedim? Ha, to'g'risida. Qarang o'zini. Voy, sizni rashkingiz kelmayaptimi? Bu qizni ko'ngli toza. Akbar akani yosh bolada erkalab gapiryapti. Tavba. Bu uyda hamma menga dushman, a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga qanday yordam bera olaman? Haligi sizlarda buyrak doktori bormi? Buyrak doktori? Ha. Buyrak almashtiradiganmi, operatsiya qiladiganmi, xullas buyrak bilan shug'ullanadigan doktor bormi? Ha, buyrak bilan shug'ullanadigan doktorlar bor. Ikkinchi qavatda nevrolog bor. Ular bilan yonma-yon xonada urolog bor. Keyin transplantolog jarrohimiz ham bor. Faqat sizga hozir qaysi biri kerak? Men bilmadim. Yaxshisi, men dadam bilan maslahatlashib chiqay, keyin ko'ramiz. Tavba, dadasidan nega so'raydi? Zumrad, qayoqqa ketyapsan? Uyga? Nega o'zi? Hozir kelding-ku. Ishlamaysanmi? Yo'q, dadamga qarashim kerak. Ahvollari yaxshimi? Haligi dorilarni nima qilding? Yaxshilar, Xudoga shukr. Hozir endi borib dorilarni olaman. Pul topdim. Rostdanmi? Qayoqdan? Bir yaxshi inson yordam berdi, baraka topsinlar. Bo'pti Komil, keyin gaplasharmiz. Bo'pti. Kim pul berdi ekan, a? Jin ursin. Shu yordamni men qila olmadim. Ish qilib, kimdir boshini aylantirib olmasa bo'ldi. Ha, yo'q, jinnimisan? Zumrad pulga o'chadigan qizmas-u? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ke Shohruh, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Ha, yo'q. Nega bezovta qilasan? Mani ishxonamga hech kelmasding. Qanaqa shamol uchildi? Bir maslahatli gap bor edi. Xo'sh. O'zi meni ham senda bir maslahatli gapim bor. O'zi qo'ng'iroq qilsammikin deb turdim. Yaxshi kelding. Yo'q, xo'p, quloqim sizda. Yo'q. Oldin sen gapir. Nima demoqchi eding? Sizdan maslahat so'ragani kelgandim. Menga buyrak bo'yicha doktor kerak edi. Buyrak bo'yicha? Ha. Nima, buyuraging og'riyaptimi? Yo'q. Meni hech qayerim og'rimayapti. Ha, unaqada. Nega doktor kerak? Bir tanishimni buyragida muammosi bor ekan. Shunga so'rayotgandim. Ha, shunaqa degin. Odam qo'rqitib yubording. Xo'sh, qani aytchi, nima bo'lgan ekan? Xullas, bitta buyragi qurib ketibdi. Ikkinchisi 50% ishlayapti ekan. Ahvoli og'ir deyishyapti ekan. Agar aytganingdek bo'lsa, bu rostdan ham jiddiy masala. To'xtachi. Alo. Labba Ikrom aka. Ha, Yusuf Tursunovich. Iltimos, meni xonamga bir tushib keting. Xo'p, hozir. Xo'p.
Hozir mutaxassisni chaqirdim. Yaxshi. Ha, dada, sizni nima gapingiz bor edi menda? Manimi? Men sen bilan Shirin haqida gaplashmoqchi edim. Ha o'g'lim, kelganmiding? Tezroq kelgin deb qayta xabar jo'natdingiz, lekin uyga kelsam o'zingiz yo'qsiz. O'lsin, anu dugonam bilasan-u, gapi ko'payib ketdi yana ham. Nima bo'ldi? Ikrom aka bilan gaplashdingmi? Yo'q. Nimasini ham gaplashaman, o'zi hammasi hal bo'lgan bo'lsa. Shirin bilan-chi? Shirin bilan gaplashaman, lekin avval siz bilan gaplashib olay. Bugun shundoq ham Shirinning oldiga borishim kerak. Menga qara, yaxshisi o'zini uyiga chaqira qol. Oyi, uni uyiga chaqirsam baribir kelmaydi, bahona qiladi. Yaxshisi uni oldiga borib, bafurja gaplashib olganimiz ma'qul. Ehtiyot bo'lgin-da. Yana ularni ko'ziga ko'rinib yurmagin. Bu yoqdan xavotir olmang. Xo'sh, nima qilamiz? Nima qilamiz? Axir aytdim-ku, Shirin bilan gaplashib kelaman. Nima qilamiz? Rozi bo'lamizmi? Axir ertalabdan beri nimani gaplashyapmiz? Menga hamma shu bo'layotgan ishlar nimagadir g'alati tuyulyapti. Xo'p, ayting, nimasi g'alati? Bilmadim. Ikrom dabdurustdan singlingni kelin qilaman deb turgani salgina shubhali tuyulmayaptimi senga ham? Yo'q, oyi, shubhali ko'ringani yo'q. Birinchidan, Shirin bilan biz aslida kim ekanligimizni u bilmaydi. Hozircha faqat aka-singil ekanligimizni biladi. Bu gaping ham to'g'ri. Lekin darrov ularga rozi bo'lib, xo'p deyishimiz ham g'alatiroq-da. Nimaga darrov rozi bo'lasiz? Avvaliga Shirin bilan akam uchrashsin, gaplashsin. Ana undan keyin sovchi jo'natishadi. Mana shu oralig'ida bo'lsa ancha vaqt o'tib ketadi. Biz ikkimiz o'zimiz uchun hal qilib qo'yaveraylik. Xo'p. Singlingni Shohruxga erga berib, nimani reja qilyapsan? Ko'chaga taklif qil, biror joyga olib bor, restorangami, biror bir kafegami. Tunda ko'zingni yumishing bilan yana uni visolini xayol surasan. Kuni bilan uni yonida bo'lsang ham hech qachon unga to'y bo'lmaydi. Bugundan boshlab umuman sizni eshitmayman. Siz hamma muolajalarni olasiz. Kasod bo'ldikmi deydimi? Bir nimalardir gapirib chiqib ketdi. Endi qo'ng'iroq qilsam telefonni ko'tarmayapti. Ja imkoniyati bo'lmasa mayli, bizni shifoxonaga olib kel. Qarab turmaymiz, biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Uxlab yotmasdan shuni bajarsang bo'lmaydimi? Ichkariga kirish muammo bo'lyapti-da, opa. Xo'p, endi gapirchi. Nima qildinglar? Biror joyga ovqatlangani bordinglarmi? Qanaqa ovqatlanish? Men ichkarida edim, xizmatchilar qaramabdi-da. Voy, hali sizda xizmatchi ham bormi? Menga qara. Ana unga tushuntirib qo'y. Mijozlar bor paytida har xil gaplarni gapirib baqirib yurmasin. Siz bilan necha marta gaplashdik bu mavzuni? Yana qayta aytaveraymi? Sen nimaga poylayapsan birovni uyini?